Aziz vatandoshlar, mening eng yaqin qadrdonim, o'rtog'im mana Nodirbek. Kelur Nodirbek. O'sha 8-sinf paytda Alloh tomonidan sinov kelib, o'sha sinovlarni yengib o'tdi. Uni orada uyladik, u yaxshi o'xshamadi. Mana bugun yana baxtini topib kelaver do'stim. Kelaver. Do'stimni Xudo xolasa uylayamiz. Meni sinfdoshim. Bitta partada katta bo'lganmiz, do'stim. Do'stim bilan birgalikda Xudo xolasa bugun yaxshigina kelin topdik, xizmatini qiladigan bo'ldi. Eng asosiysi biz topgan ayolni 14-15 yoshli o'g'li bor ekan. O'g'liga ham otalik qilaman, uy joyim shunga dedi. Xudo xolasa dedi. Endi bugun chiroyli qilib, o'rtacha qilib, mahallaga 11 ga chollar chaqirib, oshlarni qilib, aytuvdim-ku senga do'stim, yangi qo'shiq qilganman. Zo'r bo'ladi hammasi degan do'st haqida. O'sha qo'shig'im senga atalgan. O'shanga video yo'yapman. Kelishdingmi? Qutlug' bo'lsin do'stim yana bir bor. Hammalaringga rahmat. Amin. Tashvishlardan so'ylama, o'tar ketar nag'masi. Ey do'stkinam, o'ylama, zo'r bo'ladi hammasi. Tashvishlardan so'ylama, o'tar ketar nag'masi. Ey do'stkinam, o'ylama, zo'r bo'ladi hammasi. Bitmagan ishing bitar, qo'llaring ko'kka yetar, omading seni kutar, zo'r bo'ladi hammasi. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi hammasi. Duo qilay sen uchun, zo'r bo'ladi hammasi. Darding olib o'rtaga, o'ynab bergin jo'rtaga, ja bo'lmasa ertaga, zo'r bo'ladi hammasi. Darding olib o'rtaga, o'ynab bergin jo'rtaga, ja bo'lmasa ertaga, zo'r bo'ladi hammasi. Siqilganing befoyda, ko'ngil ko'rinmas joyda, bir haftama bir oyda, zo'r bo'ladi hammasi. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi hammasi. Duo qilay sen uchun, zo'r bo'ladi hammasi. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi hammasi. Duo qilay sen uchun, zo'r bo'ladi hammasi.